agar ilm bilan qilinsa, o'sha amal haqiqatda ibodatda karrasiga savobi ko'payadi. Masalan, tahorat qilasiz. Tahoratni necha martadan qilasiz? Komil bo'lishligi uchun 3 martadan qilamiz deydi. To'g'ri shunaqa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aksariyat holatlarda tamomiy o'sha vudu, ya'ni tahorat 3 martadan qilinganliklari rivoyat qilinadi, lekin ba'zi o'rinlarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 2 martadan yurganlar, ba'zi o'rinlarda 1 martadan yurganlar. Uchalasini ham qilganlar. Lekin 3 tadan oshirganliklarini men bilmayman. Aksariyat olimlar aytishadiki 3 tadan oshirilmaydi. Va endi kimki o'sha 1 martadan yub, o'sha tahorat o'rinlarini 1 marta bilan cheklanaman desa, masalan, havo sovuq deylik yoki suv kam deylik, yoki shoshib turibdi, vaqti kam deylik, o'sha mahalda 1 marta bilan cheklanaman desa-da va o'sha mahalda niyatida hozir men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1 marta ham qilganlar, o'shani ham bir qilaman deb farz bilan o'sha sunnatni ham niyat qilsa, u ham farz, tahorat qilganlik, farzini yurganlik o'rinlarida savob oladi, ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zida ahyonan qilib turgan ishlarni qilganligi uchun savob oladi. Endi ba'zi odam kelsada o'zi odatda 3 marta qilinadi, keyin faqat farz o'rnini yuvaman dedi-da, sunnatni niyat qilmadi. U haqda uni ilmi ham yo'q, bilmaydi ham bunaqa bo'lganligi. Va faqat farzini qilishlik uchun bittadan yudi. Bu kishi o'zini niyatiga yarasha faqat farzini qilganligi uchun savob oladi. Demak, ilm ham amalni to'g'rilarkan, ham amal uchun oladigan ajrini ko'paytirib berilishiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun amallarga albatta ilm yondosh bo'ladi, albatta ilm bilan hamkor bo'ladi va o'sha birga bo'lishligi kerak. Shuning uchun ham Alloh taolo fa'lam annahu la ilaha illalloh, ya'ni bu kitobda hali keladi, bilginki ilm, ya'ni Alloh taoloning undan o'zga bir sherigi bo'lmagan yakka ilohligini deb keltirgan va ilmni amaldan oldin sanagan. Hatto Imom Buxoriy bu haqda alohida bob ajratganligi zikr qilinadi. Va bu ilm foyda beradigan va kishini to'g'rilaydigan, savobini ko'paytiradigan bir Alloh taolo tarafidan bandaga berilgan ulkan ne'mat ekan.